İngilizlarda seni bu yerga kelgan narsa maya gapranmaydi deydigan bir maqol tamsil var. Yani seni ma'noqda gapiralgan narsa maya gapranmaydi deydigan. Bu nim degan gap desa, bizning o'rgangan bilimlarimiz yoki bizning dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz, odamlarga bo'lgan ko'z qarashimiz, hayotga bo'lgan ko'z qarashlarimiz bizni mush holatga ekilarligan bilan bizni bu holatdan yan bir holatga ekilashni atan. Yoki bizning ota-bobolarimizga yoki ota-onalarimizga hayot kechirish uchun yoki taraqqiy qilish uchun yordam qila olgan ba'zi ko'z qarashlar bundan keyin yosh o'smirlarga, yoshlarga yana bir nuqtaga halqishiga balkim hech qanday foyda yetkazolmasligi mumkin. Hatto to'sqinlik paydo qilishi mumkin. Bu nuqta elib etgan vaqtda nurg'un ota-onalarning burun o'ziga foyda qilgan nurg'un ko'z qarashlarini yana bolalarga singdirishi vaqt kelganda bolalarning olg'a ilgarilishini to'sab qo'yishi mumkin. Bu nuqta elib etgan vaqtda burun to'g'ri bo'lgan, vaqtliq to'g'ri bo'lgan. Ichki dunyo o'zgarish tufayli hamda to'g'rilab ketishni. Shunga bir o'zgarish holati turib har qanday bir jamiyatda, har qanday bir xalq cho'qim o'zining bilgan narsalarni, o'zining ko'z qarashlarini yengilab buningga moslashib bermasa, uning burunqi bu o'rgangan narsalari keyin bu o'zgarish shalinib ketadi yoki uning olg'a besishini to'saq qo'yadi. Burun bir odam bor ekan, bu daryoning matirpida yashaykanda, quruqliqning matirpida. To'g'risi bu quruqliqda toza afetlar yuz berib, buning yashi toza ta'sir to'xtab qoldi. Shundan bu bir qo'lvoq yasab, daryoning atirpiga o'tib, atiribda yashamoqchi bo'ldi. Bu qo'lvoqni yasabdi. Qo'lvoqni yasagandan keyin daryoning atirpiga o'tibdi. Ammo bu daryoning atirpiga o'tib bo'lgandan keyin qo'lvoqni tashlab etmabdi. Qo'lvoqni mo'risiga otib olibdi. Ondan sonra o'ylab bakanlar. Bu qo'lvoq daryodan o'tish jarayonida uningga foyda qildi. Uni daryoda o'tkazdi. Biroq daryodan o'tib bo'lgandan keyin bu odamning qo'lvoqni yutib olishi yoki qo'lvoqni o'zidan ep yurishi nimdan darak ko'rdi bo'lsa, bu qo'lvoq hamda uning quruqliqda yashiga ig'ir yuk bo'ldi dengan. Hatto uning to'liq taraqqiy qilishiga to'sqinlik qildi deganlik. Bu haqiqat bizga nima tushuntiryapti desa, bu haqiqat bizga shuni tushuntiryaptiki, bizni daryodan o'tkazgan qo'lvoqni biz tashlab etmay, ya'ni quruqlik chiqqandan keyin boshqa asboblar orqali hayot kechirmay, yana shu qo'lvoqni so'rib olishimizning o'zi bizning taraqqiyotimiz to'sqinlik qildi deganlik. Shu sababli bizning ichki dunyosimiz, ya'ni masalalarga, ishlarga, dunyoga, odamlarga, o'zimizga bo'lgan ba'zi xato ko'z qarashlarimiz yoki burun to'g'ri bo'lib, endi moslashmagan ko'z qarashlarimizni o'zgartmasak, bizning tashqi dunyosimizda o'zgarish bo'lmay qolmasdan balki chekinish bo'ladi.